Baxtiyor aka, mana shu qo'rqinchli videoni ko'rdingizmi? Tasavvur qiling, xudo ko'rmasin, mana shu holat agarda Nyu-Yorkda bo'lgan bo'lsa va demak mana shu mashinaning yonida, trotuarida birorta bizni vatandoshimiz yo'lovchi sifatida bo'lib jiddiy tan jarohat olgan bo'lsa, demak vatandoshlarimizga birorta kompensatsiya beriladimi? Qolaversa qanaqa huquqlari bor? Siz Gabriel kompaniyasining vakili sifatida mana shu savolga javob bersangiz. To'g'ri savol. Vatandoshimiz agar shunaqa holatda jiddiy jarohat olgan bo'lsa, bu o'z huquq va burchlarini bilishi lozim. Birinchi o'rinda tavsiyam shuki, tajribali huquqshunos, ya'ni advokatga murojaat qilish kerak va tegishli qonuniy kompensatsiya olish huquqiga ega. Shunday vaziyatga vatandoshimiz tushganda birinchi qiladigan ishi nimadan iborat? Birinchi, ikkinchi, uchinchi. Birinchisi 911 ga telefon qilib, birinchi tibbiy yordam, politsiyaning yordami, agar iloji bo'lsa shu atrof muhitdagi kameralar yoki rasmlar hamma foydalanish kerak, fotoapparat, video kameralar orqali o'sha joyda fiksatsiya qilish uchun, o'shani aniqlik kiritish uchun advokat yordami kerak. Tushunarli. Hurmatli Nyu-Yorkdagi vatandoshlarimiz, xudo ko'rmasin, agarda mana shunday vaziyatga tushib qolsangiz, Gabrielga murojaat qiling. Gabrielda va Mr. Otabek TV kanalida ko'rishguncha.